elde 10 metr bo'lsin deganlar uchun inek size elde 10 metr 2 etaj hashamatli chiroyli joy. Qarang. Şu tarafdan gelsangiz, Zapchas bozor tarafdan doğru girib kelasiz. Shu yerdan kelganingizda o'ng qo'lingizda shunday hashamatli chiroyli joy. Eldini 10 metr, 2 oynasi ham shu joyniki, o'rtada eshigi. Ligil kolonna qilib qo'ydilar. Girganimizda demir eshik, demirda zavodskoy demir eshik. Girganimizda dalon, kattagina dalon beradi. Omonik joylashtirib turadi bu yerda. Elektr eshikti, oyoqimizda ham yer tuyopli pol. Yan tarafimizda o'ng qo'limizda esa lestisa aylanib chiqib ketgan. Lyustralar, patologimizning balandligi 4 metr ekan. Qarang, kulcha atirlarning qorasidan qo'yibdilar, oboynab chiroylatib. Tamam, qop-qora emas, mutni emas, shunday yaxshi oboydan qo'yganlar. Suvni o'tish yo'li joylashgan. Lestisa deymiz, iblar chiroyli gullar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yanimizda esa umonlikingiz. Bu tarafimizga kiradigan bo'lsak, bu yerda zal. Kattagina zal qarang, enliligini qarang. Baribir joy baland. Elde 10 metr bo'ladigan bo'lsa, ajoyib. Yarim plan uchun eng zo'r variant. Tuvzonas, patologlar, lyustralar, galagellar ajoyib etib ishlangan. Chiroylatib qo'yibdilar. Biz tuvzonas ham zo'r. Lyustra ne deysiz? Ajoyib lyustra. Chap qo'limizda birinchi etajda sanuzeli, 2 dona sanuzelimiz bor. Sanuzelimiz ham baland, chiroyli, ajoyib bo'lib turibdi. Hashamatli ko'rinadi. Yurtganingizda hamma sharoiti bor. Eshiklar ham yaxshisidan, sifatlisidan qo'yibdilar. Kulchatirlar qora. Ben tarafdan bog'a chiqasiz. Iblis esa birinchi etajda spalni. Yosh kattalar uchun eng zo'r variant. Listisadan chiqib tushib kirmaydilar. Aynasi orqa tarafga qarab turibdi. Birinchi etajimiz 100% tuyopli pol bilan isitilinadi. Registrlar uchun ham turbalar tashkil etilgan. Xolos, registr qo'yib berasiz. Ikkinchi etajda registrlarni qo'yib beraman dedi. Birinchi etajda registrini oljadan o'zi qo'yardi. Birimiz kuxni. Kuxni mebellari hammasi tayyor. Yurtganingizning ajoyib etib, 3 etaj etib qo'yibdilar. Lyustrani ham ajoyib bilan qo'yib beribdilar. Patologlik baland ekan, действительно. Yaxshi ham baland ekan. Yonimizda esa bog'imiz, shularga ko'rsatib beravering. Orqa taraf chiqib bemalol topchan hamma narsa qo'yib foydalansa bo'ladi. Sharoiti bor. Xolos, ziloniy zonati berasiz. Bog'izni. Lyustra qarang. Keling, endi siz bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Lestisamiz quyma. Ya, chiqib tushganda taqir-tuqir yo'q. Jigir-jigir. Chiqqaningizda to'g'ri tubu zona urasiz, bu tarafdan balkonga chiqasiz. Bu yoningizda oyna, lyustralar qo'yilgan. Bundan patologiya galagellar bilan ishlangan. Buralar bor. Bunda tubu zonasi. Oboy ham birinchi etaj bilan birlashib ketgan. Bu tarafga esa otachonto oboy. Yo'q, oboy emas ekan. Oboy ekan. Birimiz oboy, yonimiz esa otachonto ekan. Bu yandan balkonga chiqasiz. Balkoningiz ham kichkina emas, kengina, yaxshilan balkon. Endi ikkinchi etajimizda 2 dona spalni, birimizda esa sanuzeli, yan tarafda esa ikkinchi etaj uchun zal. Zal ham tayyorgina, to'g'ri döşeysiz. Mazza qilib yashaverasiz. İkinci etajdan tuyopli pol и registrlar. Registrlarni qo'yib beraman dedi, ikkinchi etajigina. Hovli joyimiz sizga yoqib turgan bo'lsa, birdan like, obuna bo'lmasangiz obuna bo'lib turing. Shu lestisa nijavikadan qo'ygan chiroyli ko'rinadimi? Yoki bo'lmasa og'ochdan oq, ya'ni korishnoy rangda qilingani qo'shilgan ko'rinadi. Kommentariyada yozib qoldiring. Chap qo'limizdagi spalnimiz. Kattalarni spalnisi, kattagina spalni. Yotoqxonani nasi, katni o'rni bilan registr uchun. O'rtamizda kattagina ekan rasmiy. Endi do'rimizda yana bir spalni. Detski berimizdan kichkina emas. Patologlar ham baland 3.60 da adashmasam patolog balandligini. Birinchi etajga esa 4 metr. Berimizda esa bu tarafda sanuzelis, ya'ni birinchi etajda sanuzel hamma sharoiti bor yurtimizda, demoqotlar ham ishlab turibdi. Xullas, hovli joyimiz patquluch, to'g'ri kelib yashaysiz mazza qilib. Pulni yaladan bo'lsak, puli $99,000. Azmi ko'pmi kelishadigan yeri bor. Ekranizdagi telefon nomerlariga telefon qiling, bizlarga aloqa chiqing. Agar hovli joyimiz sizga yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.